Kechki shahidlar ham svetlarni o'chirmay ketibdi. Shahid nima qilyapsiz? Assalomu alaykum usta. Alaykum assalom. Qalaysiz? Tuzimisiz? Charchamayapsizmi? Nima gaplar? Biz ketib qoldik, ishimiz bitkazib qo'ydik, shahidlar ketib qoldi. O'z qoldingizmi? Ha, o'zimiz kelishib kutib, ishni nomini o'ylab, sizga aytmoqchi edik. Nima qo'yamiz endi? Qanaqa ish bu? Tirishmi? Yo, haytaymi? Haytayam emas, tirish ham emas, nomini Meduza qo'ydik. Meduza jicha uzunmasimi? Yo'q, yaxshi, qulayliklari ham o'ta go'zal buni. Nima qulayliklar bor? Bitta obzor qilib bering unda. Oğlum buni qulayliklari sidinasi katta u. Spikerlarga bemalol bellariga uqalab qo'ysa ham bo'ladi. Oyog'i tegmayapti yerga sidina kattaligidan. Ha, o'ta yumshoq u. Pampers kuzini oladi sidinamiz. Pampers kuzini butun 1,5 metr pampers tushadi. Necha buni razmerlari? Razmerlari 430 ga 230. Materiallari teddiy material, dog' bilan chayni ushlamaydi. Uchta tumbalarimiz bor. Ne 3 tami tumba? Ha, 3ta tumbalarimiz bor. Razmerlarimiz necha? 70 kg. 70 kgdan 3 ta. Yapishtirsangiz ispanli bo'ladimi? Bo'yi tengmi buni? Bitta qo'yib ko'ringchi. Uголокka qo'yib ko'ring, shagird. Bomlarga zo'r ekanda bu. Ha, ispanli qilib yozsa ham bo'laveradi. Razmerlar necha uголокimiz? Necha metrli uyga tushadi? Razmerlari 430 ga 230 razmerlari. Qolgan uylar 4 ham tushaveradi. Unchap yo'q ekanda, o'zimiz hali haytdek fasonlar singari. Barxil. O'zi ham shaxsi nomda Andijon olmish. Qo'llari qanaqa bu yangilik qo'llari bu? Qo'llari dekollarini dekol volish deb atadik. O'zi endi chiqdi trendda hozir bu materiallar bilan bu qo'l volishlar. Maylan ko'rasiz ular. Zo'r suvlar, pechenlilar. Bir orqasiga material urib qo'ysiz, silavering dedim. Orqasiga material urib qo'yib, biz obunachilarga yaxshi bo'lsin deb. Ha. Iphone material ekan, men 2 cheka debpa. Yaqinroq olib ko'rsataman, skolada ham hali otilgani bilinmaydi uncha. Oldu mana. Material yumshoq material ekan, zo'r chiqdi materiali. Ha, materiali ham o'ta go'zal. Uch yil garantiyamiz bor bu ishimizga. Garantiya ham